Tezkor xabar. O'zbekistonlik mehnat migrantlari yana rekord o'rnatdi. 2025-yilning ikkinchi choragida xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari misli ko'rilmagan darajada oshdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aprel-iyun oylarida o'zbekistonlik migrantlar tomonidan yuborilgan pul mablag'lari 4,8 milliard AQSh dollariga yetgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 21% dan ortiq o'sish degani. Mutaxassislar fikricha, bu o'sishning sababi bir necha omillar bilan bog'liq. Birinchidan, Rossiya va boshqa davlatlarda migrantlarning ish haqi oshgan. Ikkinchidan, pul o'tkazmalarini raqamli platformalar orqali yuborish osonlashgan. Uchinchidan, Yevropa va Baltika davlatlarida ham o'zbekistonliklar soni ko'payib, yangi manbalar paydo bo'lmoqda. Bu mablag'lar nafaqat oilalar farovonligini oshirmoqda, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham katta hissa qo'shmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, migrantlar yuborayotgan pul O'zbekistonning valyuta zaxirasini mustahkamlayapti va ichki bozorda barqarorlikni ta'minlayapti. Demak, mehnat migrantlarimiz nafaqat chet elda tirishqoq mehnat qilmoqda, balki vatan iqtisodiyotiga ham katta foyda keltiryapti. Sizningcha, bu pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Qo'ng'iroqcha